Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, biologiya ixlosmandlari, aziz abituriyentlar, talabalar. Demak, sizlar bilan 6-sinf darsligi bo'yicha mavzular bayonini ko'rib o'tayotgan edik va qolgan joyidan davom ettirib ketamiz. Demak, sizlar bilan dastlab 4-mavzu bo'yicha gaplashib ketamiz, ya'ni hujayra bo'yicha gaplashib ketamiz. Hujayraga ta'rif beradigan bo'lsak, tiriklikning barcha xossasini o'zida mujassamlashtirgan eng kichik birlik bu hujayra hisoblanadi. Hop, hujayra atamasi qayerdan kelib chiqqan? Hujayra atamasi demak sellula so'zidan kelib chiqqan bo'lib, sellula so'zi ma'nosi katakcha, uyacha, hujra degan ma'noni bildiradi. Mana shu hujra degan so'zdan hujayra atamasi kelib chiqqan hisoblanadi. Hop, hujayraning kelib chiqish tarixiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, 1665-yilda Robert Guk tomonidan probka daraxti va buzin poyasi o'simligida hujayra kashf qilingan. Dastlab po'stloq to'qimasidan ajratib olingan hujayra hisoblanadi va mana shu sellula degan so'z mana shu so'zdan kelib chiqqan hisoblanadi. Ya'ni Robert Guk po'stloq hujayrasini mikroskopda ko'rganida po'stloq tekis bo'lmasdan har xil xuddi asalari uyasiga o'xshash katta kichiklikdagi katakchalardan tashkil topganligi ko'rilgan. Mana shu so'zdan sellula so'zi kelib chiqqan hisoblanadi. Hop, hujayralar organizm hujayraviy holatiga ko'ra ikkita guruhga ajratsak bo'ladi. Bir hujayralilar hamda ko'p hujayralilar. Bir hujayralilarni barcha hayotiy jarayonlar bitta hujayrada amalga oshadi. Ko'p hujayralilarda esa har xil ixtisoslashgan darajadagi vazifalarni bajaruvchi hujayralar yig'indisidan tashkil topgan bo'ladi. Hujayralar katta kichikligi bo'yicha ham bir-biridan farq qiladi. Ba'zi hujayralar bor, juda ham kichkina, mayda, ko'zga ko'rinmaydi. Mana ayniqsa prokarot hujayralarni oladigan bo'lsak, ba'zi hujayralar juda ham yirik, ko'zga ko'rinadigan darajada bo'ladi. Limon, mandarin yoki piyoz hujayralarini limon hujayralarini oladigan bo'lsak yoki tuxum hujayralarini oladigan bo'lsak, mana shular oddiy ko'zdan ko'rib bo'ladigan yirik vakillari hisoblanadi. Va biz organizmni hujayraviy darajasiga ko'ra ikkita katta dunyoga ajratganmiz. Prokarotlar katta dunyosi va eukarotlar katta dunyosiga bo'lib o'rganiladi. Xo'p, barcha eukarot organizmlarni 3 ta tarkibiy qismi bor. Bu sitoplazmatik membrana, sitoplazma hamda yadrodan tashkil topgan bo'ladi. Bularning vazifasiga qisqacha to'xtalib ketamiz. Demak, hujayra tashqi tomondan qoplab turgan qobiq bu sitoplazmatik membrana hisoblanadi. Membrana so'zi ma'nosi qobiq, parda degan ma'noga to'g'ri keladi. Membrananing asosiy vazifasi hujayrani tashqi tomondan qoplash vazifasini bajaradi. Tanlab o'tkazuvchanlik hamda retseptorlik vazifasini bajarib beradi. Membrana bu umumiy organoid hisoblanadi. Hamma hujayraviy organizmlar uchun xos bo'ladi. Ya'ni biz o'simlik hujayrasini tanishayotganligimiz uchun o'simlik hujayrasida membranadan tashqari qo'shimcha sellulozadan iborat, ya'ni kletchatkadan iborat qobiq mavjud, qalin hujayra qobig'i. Shu jihatdan boshqa hujayralardan farq berishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi tarkibiy qismi esa bu sitoplazma hisoblanadi. Hujayra ichidagi yarmi quyuq, yarmi suyuq bo'lgan, ya'ni dildiroq moddadan tashkil topgan, rangsiz, tiniq, shaffof bo'lgan birikma hisoblanadi. Sitoplazmada organoidlar, turli xil vazifalarni bajaradigan kiritmalar hamda naycha ipchalardan tashkil topgan bo'ladi. Sitoplazmaning asosiy vazifasi hujayra organoidlarni vazifasi jihatdan bir-biriga bog'lash, hujayrani esa funksional holatda o'zining vazifasini normal bajarishini aynan sitoplazma bajarib beradi. Uchinchi tarkibiy qism esa bu yadro hisoblanadi. Hujayraning markazida joylashgan tarkibiy qism. Yadro birinchi bo'lib hayvonlarda kashf qilingan, 1825-yilda Purkinje tomonidan kashf qilingan, keyinchalik esa 1831-yilda Robert Brown tomonidan orxideya o'simligida kashf qilib berilgan hisoblanadi. Xo'p, yadroning vazifalari nima? Yadroning vazifasi irsiy axborotni saqlash, nasldan naslga o'tkazish va modda almashinuv jarayonini ta'minlash, boshqarish vazifasini bajarib beradi. Endi sitoplazmadagi organoidlar bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, hujayrada turli xil vazifani bajaradigan organoidlar mavjud. Bu organoidlar o'simlik hujayrasida ham, hayvonlar hujayrasida ham umumiy bo'lgan organoidlar bor va faqat ayrim hujayralarda bo'ladigan xususiy organoidlar ham bor. Endi sizlar bilan faqat o'simlik hujayrasiga xos bo'lgan organoidlarni ko'rib ketamiz. Birinchisi bu plastidalar hisoblanadi. Plastidalar faqat o'simlik hujayrasi uchun xos. Zamburug' hujayrasida, hayvon hujayrasida mavjud emas. Plastida 3 turga bo'linadi: leykoplastlar, xloroplastlar va xromoplastlarga bo'lib o'rganiladi. Dastlab leykoplast bo'yicha gaplashib ketadigan bo'lsak, leykoplastlar rangsiz yoki oq rangdagi plastidalar hisoblanadi. O'simliklarning tugunagida, piyoz boshida, ildiz poyasida mavjud va asosiy vazifasi oziqa moddalarni to'plash vazifasini bajarib beradi. Ikkinchisi esa xloroplast.
yashil tusdagi plastidalar hisoblanadi. Bu plastidalar tarkibida xlorofil pigmenti bor. Mana shuning uchun bu xlorofil pigment hisobiga xloroplastda fotosintez jarayoni amalga oshadi. Xloroplastlar asosan o'simliklarning barglarida, yashil novdalarida va pishmagan xom mevalar tarkibida ham bo'lishi mumkin. Uchinchisi esa xromoplastlar, ya'ni rangli plastidalar turli xil rangli pigmentlarga ega bo'ladi va o'simliklarning guliga hamda o'simliklarning mevasiga turli xil ranglarni berish vazifasini bajarib beradi. Va bu plastidalar albatta biz 5-sinfda tanishganmiz, bir-biriga aylanib turishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi muhim tarkibiy qism esa bu vakol bo'ladi. Vakola so'zining ma'nosi bo'shliq degan ma'noni bildiradi. Shu o'rinda ta'kidlab ketaylik, vakol hayvon hujayrasida ham, o'simlik hujayrasida ham mavjud. Faqat farq shundan iboratki, o'simlik hujayrasining vakolasi kattaroq hajmni egallaydi, hayvon hujayrasi kichikroq hajmni egallaydi va vazifa jihatdan farq qilishi mumkin bo'ladi. O'simliklarning vakolasi o'simliklarning mevasiga mazatan berish vazifasini va taranglik, turg'orlik holatini ta'minlab turadi. Asosan vakol shirasi tarkibida o'rtacha 70-95% gacha suv mavjud va bu shira asosan sitoplazma suyuqligidan hosil bo'ladi. Bundan tashqari, vakol tarkibidagi moddalariga qarab turib, mevalar ta'mi turli xil ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun, agar vakol shirasida fruktoza ko'p bo'ladigan bo'lsa, meva ta'mi shirin bo'ladi. Agar organik kislotalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, mevani ta'mi nordon bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra turli xil ko'rinishga amalga oshadi. Demak, o'simlik hujayrasi shu holat bo'ladi. Endi sitoplazma tarkibida o'ziga xos tarkibiy qismlar bor, organik, anorganik moddalar mavjud. Sitoplazmadagi organik moddalar, demak, suv hamda mineral tuzlar hisoblanadi. O'rtacha 70-95% massani suv egallaydi. Organik moddalarga esa oqsillar, yog'lar, uglevodlar, nuklein kislotalar tashkil qilib beradi. Endi ma'lumot o'tgandan so'ng olimlar sitoplazmada harakat borligini aniqlashgan, va bu sitoplazma harakatini elodeya degan o'simlikda o'rganishgan. Chunki elodeyani bargi bir qavat hujayradan iborat bo'lganligi uchun ichki qismini butunligicha ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, elodeya suvda o'sganligi uchun agar biz suvdan olib mikroskopdagi suv tomchisiga qo'yadigan bo'lsak, xuddi tirikdek yashash xususiyatiga ega bo'ladi. Va bilamizki, sitoplazma asosan tirik hujayralarda harakat qiladi. Demak, mana shuning elodeya o'simlikda o'tkazilgan. Sitoplazmaning harakati ikki xil bo'lishi mumkin bo'ladi. Birinchisi sirkulyatsion harakat. Sirkulyatsion harakat degani bu aylanma harakat hisoblanadi. Sitoplazma bo'ylab aylanma harakat sirkulyatsion harakat deb ataladi. Ya'ni mana bu ko'rinishda bo'ladi sirkulyatsion harakat. Bu hujayra deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana sirkulyatsion harakat bu mana strelka bo'yicha oladigan bo'lsak, mana aylanma harakat sirkulyatsion harakat deb ataladi. Sirkulyatsion harakat deb ataladi. Ikkinchi harakat esa bu, demak bu sirkulyatsion harakat. Ikkinchisi esa rotatsion harakat hisoblanadi. Rotatsion harakat degani tepadan pastga harakat degani. Mana shu bu rotatsion harakat deb ataladi. Rotatsion harakat deb ataladi. Demak, mana shu ikki xil harakatdan tashkil topgan bo'ladi. Sirkulyatsion harakat va rotatsion harakatdan tashkil topgan bo'ladi. Endi hujayraga xos bo'lgan ikki xil xususiyat bor. Ya'ni hujayraga xos hayotiy xususiyat va hujayraga xos bo'lgan biologik xususiyat hisoblanadi. Hayotiy xususiyatlarga oziqlanish va nafas olish kabilar amalga oshadi. Bilamiz, hujayraning oziqlanishi membranadagi pora orqali amalga oshadi. Tashqaridan ichkariga turli xil oziqa moddalar o'tishi mumkin. Nafas olish ham xuddi shunday. Hujayralar ko'proq agar suv bilan birga keladi va ular ham pora orqali ichkariga kirishi mumkin bo'ladi. Mana shu orqali nafas oladi. Endi hujayraga xos bo'lgan muhim hayotiy biologik xususiyat bu uning bo'linib ko'payish jarayoni hisoblanadi. Albatta, hujayralar ma'lum bo'lgan o'sha ma'lum darajada hosil bo'lgandan so'ng o'zining umrini yashab, yosh katta hujayraga aylanadi va yosh katta hujayralar bo'linish xususiyatiga ega bo'ladi. Ya'ni bizda hujayraning hayot sikli degan narsa bor. Bo'linishdan hosil bo'lgan hujayrani keyingi bo'linishigacha yoki nobud bo'lgungacha bo'lgan rivojlanish jarayoni hujayraning hayot sikli deb ataladi va qari hujayralar ma'lumot o'tgandan so'ng bo'linish xususiyatiga ega bo'ladi.
Shu o'rinda qari hujayra bilan yosh hujayrani farqlab ketadigan bo'lsak, qari hujayra nisbatan kattaroq bo'ladi, yosh hujayra esa kichikroq bo'ladi. Bundan tashqari, qari hujayralarda sitoplazma yadroning o'rniga havo hamda suv ko'proq bo'ladi. Yosh hujayrada esa sitoplazma yadroning miqdori ko'proq bo'ladi. Qari hujayralarimizni hujayra qobig'i nisbatan qalinroq, yoshlarga nisbatan mana shu jihatdan farq qilishi mumkin bo'ladi. Va hujayralar bo'linib ko'payishi 3 xil usulda amalga oshishi mumkin. Amitoz, mitoz va meyoz jarayonlariga bo'lib o'rganiladi. Eng sodda usuli amitoz usulida bo'linadi. Ya'ni amitoz usuli shundan iboratki, hujayraning hajmi kattalashadi. Hujayra hajmi kattalashgandan so'ng yadro bo'linadi. Ya'ni karyokinez deb ataladi va hujayra ikkala tomoniga teng taqsimlanadi. O'rtadan keyin sitokinez amalga oshadi. Ya'ni sitoplazmaning bo'linishi, natijada bitta yoshi katta hujayradan ikkita yosh hujayra hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana shu hujayraning bo'linish usuli hisoblanadi. Demak, mana shu bizdagi ma'lumotlar hisoblanadi. Demak, biz bilan qoling, xayr, salomat bo'ling.